Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Samarqand viloyati Narpay tumani Do'stlik mahallasida 321 va 424-konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sabzi ekilgan. Maydonning hajmi 13 gektar, uzunligi 350 metr, eni 371 metrni tashkil qiladi. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan, holat yaxshi. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davomida davom etadi. Yetishtirish jarayonida ekinlar sug'orilgan va ko'rib turganingizdek mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihada 33 ta dehqon xo'jaligi mavjud bo'lib, o'rtacha ularga 40 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida Agroturk 3 ta 7 qishloq xo'jalik kooperativi tashkil qilingan. Loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonnadan jami 372 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekinni yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirib borish reja qilingan.